Assalomu alaykum, hurmatli uylanaman, keyingi yil uylanaman, bu yil chiqib qolardi bu yurgan ukaxonlarim. Mana sizlar ashnaqa deb yurgunlaringacha bitta bolalar уже to'yda qilib meni chaqirib mana ukaxon, akaxon bilan biz xizmatdamiz. Akam bitta. Arsifni bugun xudo xolasa yondirgani kelganmiz chiroyli qilib. Mana svидетель ukamiz bugun xizmatdalar. Siz uylanganmisiz, uylanmaganmisiz? Siz ham meni kasalim, sizni ham davolaymiz xudo xolasa. Siz endi do'stingiz bilan qanaqa do'stlar sizlarni? Sinfdoshmi, ko'cha o'rtaqmi? Ko'cha o'rtaq. Yo'q, qoyil. Hamma ham hali svидетель bo'lavermaydi, bilasizmi aka? Tomog'im ham tiqilib qolyapti. Kuyov bolani bugun xudo xolasa syomka qilmas ekanmiz. Bu ham sensatsiya. Tushmayman, kerak emas edi. Qizlar ko'z tegib qoladi dedi. O'shancha olmayapmiz. To'g'ri, men ko'zga yaqin bola ekan, haqiqatdan ham qattiq qomat kelishgan, istarasi, issiq chehrasi yorug' bolalardan. Ha, o'shancha olmayapmiz, ko'zlarini tegib qolmasin deb g'oyibona, lekin tilaydi, mana svидетелimiz udarini qiladi xudo xolasa. Mana bu. Ayting. O'ynab kulib baxtli bo'lib, battar bo'lib yashab berishaversin. Baribir tilaylarda udar o'zimda bo'ladi. Kuzatib oling, mana xudo xolasa mana shunaqa qilib kuyov bolalarni sizlar yuribsizlar, lekin bu operator ratsiyaga chaqiryapti meni. Sizlar kuzatib olinglar, men ishni davom ettirib turay.